Bo'lsa tadbirkorga bo'lsin, foyda solig'ini to'lashdan 1 yil davomida ozod etilasiz. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Prezidentimizning 138-sonli farmoniga asosan 2026-yil 1-yanvardan boshlab ilk marta aylamadan olinadigan soliqdan qo'shilgan qiymat solig'iga o'tgan soliq to'lovchilar keyingi yil bir soliq davri mobaynida foyda solig'i to'lashdan ozod etiladi. Bu degani 2027-yilda Allohga 2025-yilda PQSga o'tganlarchi? bu holatning ham yechimi bor. 2025-yilda ilk marta aylamadan olinadigan soliqdan qo'shilgan qiymat solig'iga o'tgan soliq to'lovchilar 2026-yilda 7,5%, ya'ni pasaytirilgan stavkada qo'llashlari mumkin. Imtiyozlarni qanday qo'llashni bilmasangiz, Directga yozishingiz mumkin. Shu kabi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.